Ulug' Vatan urushi boshlangan paytlarda Ahmadali Jahbarov Leninchi-Yo'l kolxozida komsomol tashkilotining sekretari bo'lib ishlar edi. Ko'plab qatori u ham o'z ixtiyori bilan vatan himoyasiga otlandi. Kalinin oblastidan Ukrainaning poytaxti Kiyev shahrini ozod etilgunga qadar qahramonlik namunasini ko'rsatdi. Ushbu satrlar Oktyabr bayrog'i gazetasining 1973-yil 9-may sonidan olindi. Unda O'chlik 2-jahon urushi qatnashchisi Ahmadali Jahbarov haqida so'z yuritiladi. 20-yillar o'qish, o'ynab kulishdan ko'ra ko'proq odamlar ongini qanday qilib tirikchilik o'tkazish fikri chulg'ab olgan. 11 yoshli Ahmadali ham o'z tengqurlari qatori ertalab tirikchilik tashvishi bilan uyg'onadi. Kechqurun tirikchilik g'amida uyquga ketadi. 3 xo'jalik qaramog'idagi mol qo'ylarni boqadi. Qishloqda yoshlar maktabi ochildi. Ahmadali shu maktabda savodini chiqardi. Shundan keyin uning hayotida ko'p o'zgarishlar ro'y berdi. Qizlari Tursunxon Doliyeva otasi haqidagi xotiralarini shunday eslaydi. Mulla Jabbar domlaning o'g'illari Ahmadali ota bo'lganlar. Otalari o'tdi katta domla bo'lganlari uchun dedamlar 10 yosh otadan qolganlar. 24 yoshda onadan qolganlar. Otamlar katta hali domlaning o'g'illari bo'lgani uchun qattiqonga ko'p uchraganlar. Shuning uchun komsomol yachayga kirib jon saqlaganlar. 30 yoshlarga to'lganlarda urush boshlangan. Urushga ketganlar. Ko'p janglarda bo'lib, 2-guruh invalidi bo'lib, 44-yil qaytib kelganlar. Urush deganman, invalid bo'lib qaytib kelgan ekanlar. Men dedamlarni o'tda haligi xalqparvar. Yetimlarni beshini siladi hon. O'g'illar bo'lmagandan qancha yetimlarni o'ylab o'z bolalariga qilib o'ylaganlar. Dedamlarni 5 ta farzandlari bo'lgan. 2 ta o'g'il bizdan ilgari o'tib ketgan. Keyingi 3 ta qolganmiz. Ular patlarda 2 ta qoldik. Dedamlarda qanaqadir iste'dod bo'lganligi sababli doim matbuotga jamoat muxbir sifatida qatnashganlar. Dedamlar juda ko'p ibratli maqolalar yozganlar. Endi menga meros qoldirib 2 ta 3 ta shaxsiy delillari qolgan ekan. Suratlarini, maqolalarini o'qib doim dedam ko'z oldimda gavdalanarlar. Chunki men dedamlar bilan juda ko'p bo'lganman. Ahmadali otaning esdaliklarida shunday satrlar bor. 3-4 marta ocharchilik va qimmatchiliklar ko'rib, qanoat va chidam bilan ishlab keldim. Ammo shu 47 yillik ish davrimda biror soat yoki biror kun qamalganim yo'q. Sud tergoviga tushganim yo'q. Shunday qilib rayon tashkilotlarida halol mehnat va xizmat qilib kelganman. 1969-yil Jahbarov Ahmadali degan kishini qizlari Tursunxonga uylandim. Biz hozirgi kungacha nevara, evara farzandlarni ko'rdik. Hozircha 18 ta nevaram, 4 ta nevaram bor. Bular bilan biz baxtiyor, juda ham yaxshi yashab turibmiz. Qaynatom haqida gapiradigan bo'lsam, bular mahallada, boshqa joyda bularning nomlari Ahmadali Tartib deb aytilar ekan. Endi Ahmadali Tartib deganda bular nihoyatda o'zini holatlariga qarashlari juda ham kuchli bo'lgan. Turish yurishlari nihoyatda yetimparvar bo'lganlar. Juda ko'p kishilarni o'ylashda bosh-qosh bo'lib turganlar. Umrini yurt farovonligi, xalq tinchligi, tumanimizning obod bo'lishiga hissa qo'shgan Ahmadali ota Jahbarovning yorqin xotirasi qalblarimizda abadiy yashaydi.